Hammaga salom do'stlar va mening obunachilarimga salom. Hammaga salom do'stlar. Bugun biz mod ishlab ko'ramiz. Ya'ni Minecraftdagi boshqa modlarga aylantiradigan. Buning uchun esa o'sha aylanadigan modning o'zi kerak. Biz birinchi bo'lib golemga aylanib ko'ramiz. Men bilmayman qaysi hayvon moblargacha ishlashi mumkinligini. Qovoq olamiz. Qovoq, temir. Ana endi esa mod. Endi yuzimizni ko'ramiz. Voy do'stlar, rosa mod orqali golemga aylandik. Buni faqat sarvalishni ko'rsatib bo'ladi. Yana bir narsa sarvalda qanaqa armor kiysa ham golemga sig'maydi. Ya'ni golemga o'tmaydi. Hozir biz sarvalda o'tib birovlar moblar yoki pillager zombilar bilan jang qilamiz. Wow do'stlar, mana biz hozir golem bo'ldik. Golem shaklida biz. Mana va jonimiz 50 ta. Endi biz mana bu yerda moblar olganmiz, maxluqlar, golem bilan urushmoqchilar va shularni qo'yib biz jang qilamiz. Yaxshi. Buni tashlab kerak, qo'l bilan urish uchun. Keyingi urinishda o'yiq. Endi keyingi bahsimiz hozircha skeletonlar bo'ldi. Endi esa zombilar. To'xtang. Hozircha zombilar yonadi. Kechga qilgan yaxshi. Hozircha pillagerlar. Golem bo'lib o'ldirdimi? Oy. Men chap bo'ldi. Arbalet oldim. Oho. Arbaletdan tashlab o'ramiz. Bizga hozirda kerak emas. Endi vindikator. Vindikatorda izimrod tushirgan, buni ham tashlaymiz. Vindikatorni ham sinab ko'rdik. Mana do'stlar. Bular boltali pillagerlar. Bizga hozircha kerak. Endi esa golemning ashaddiy dushmani Ravager. Mana sen. Do'stlar, Ravagerdan ko'p qo'ysak nima bo'lar ekan? Do'stlar, qochdik. Ravager ko'p qo'ygan ekanmiz. Do'stlar, o'zi ikkitasi yetib o'tadi. Bizning muammolar bitta keladi. Qani bittang. Yurgan ekan shu yerda. Pistir bo'lamiz. Yo'q bildi. Endi boltasi qilib ko'rsak nima bo'lar ekan?
Qani ketdik. Jonimiz hozircha 55 yarimta. Bu anda mana shunda Ravager'ni ham sinovdan o'tkazdik. Endi kech rejimiga qo'yish kerak va zombilar bilan jang qilamiz. Time is night. Zombie va skeleton. Qani ketdik. Xuddi qo'lim mingtadek urishdim. Do'stlar spawn qilish shart emas ekan, o'zi kechda chiqadi zombi. Endi esa skeleton. Esa skeletonning bir tarafi bir-birini urishlari ham mumkin. Ko'plar ham emas. Do'stlar qattiq. Jonimiz 30 bitta. Ana bo'ldi do'stlar. Mana shu bilan olib oldik. Endigi navbatni ertalab hozir endigi navbatni boshqa moblarga beramiz. Hozirda golemga aylandik va ancha narsalar bo'ldi. Endi esa biz do'stlar to'xtang do'stlar, golem 3 blok bo'lmaydimi? Meni bo'yim yetmayapti masalan. Mayli, bizni bu qiziqtirmaydi. Demorf bo'lib qaytadan boshqa modga aylanamiz. Mobda. Endi biz boshqa moblarni ham sinab ko'ramiz. Qani ketdik. Endiki navbatni biz qishloqiga beramiz. Yo'l ham qo'yib yubordi. Yo'q, sen kerakmanda. Nima qilishdi? Qishloq rolidamiz. Endi esa biz zombi rolida o'ynab ko'ramiz.
Akıllıca dostlar. Zombi bizga tegmadi. Rahmat senin. Dostlar, endi biz script yazacağız. Başlayalım. Proteinler. Eğer server bulsaydı erişim olmuyordu. Script'ten yapar. Bunu ne yapıyoruz? Ama öyle